Barchaga assalomu alaykum. Bugungi YouTube obzorimizda zamonaviy Arizo 6 Pro. Aynan bu modelimizni hozirgi kunda hammanglar Toshkent ko'chalarida juda ham ko'p kuzatgansizlar. Bu mashinaga hozirgi kunda usloviyalarimiz juda ham zo'r usloviyalar ochilgan. Foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lash. Bundan tashqari naqdga oladigan bo'lsangiz ajoyib zo'r skidkalar. Bundan tashqari zo'r bonuslar ham qilib beramiz. Manzilimiz Yunusobod Sampi Ademaster avtosaloni, ya'ni Cherry avtosaloni. Kelsanglar bemalol aynan shu toychoni test drive qilib ko'rib, haydab ko'rib, rangini tanlab, o'z nomingizga bir kunda oformib ketishingiz mumkin. Aynan mashinamizga keladigan bo'lsak, aynan bunisi bu birinchi pozitsiyasi. 1.5 atmosferniy jaydari motor. Benzin tanlamaydi. 16 diskalar bilan jihozlangan. Oldi-orqa diska supportniy tormozlar, yumshoq всесезонный ballonlar. Hattoki ballonga ham hech qanaqa xarajat qilmaysizlar. Beskuluchovoy dostuplari bor. Mashinani, ya'ni pultdan zavod qilib olsanglar bo'ladi. Beskuluchovoy dostuplari bor. Korobka, motor, elektronikalarga 5 yil, naqd 5 yil 150 ming probeg garantiya beramiz. Bagajlari keng, salon ichi juda ham keng. Ko'rishingiz mumkin. Polностью eko-koja bilan jihozlangan. Orqalari ham juda ham keng. Asosan ko'pincha shofyorlarimiz sidenani orqaga surib olishganda orqada joy kam bo'ladi. Aynan bu avtomobilimizning bag'ri keng bo'lgani hisobiga juda ham komfortli. Bismillah. Multi rul, elektron усилитель rulimiz, o'sha sport eko rejimlari, datchik sveta, datchik dождя, konditsionerda umuman bo'g'ilmaydi, 30% zavodskiy shumkalari bor. Zadniy kameralari bor, monitor, start stop, orqa parktroniklar. Undan tashqari tiptroniga ham bor. Korobkasi 7 ta stupenchli bo'ladi. Skorsdan skorsga o'tayotganda umuman tepmaydi va siltamaydi. Eng asosiysi bu mashinamizning rasxodi shahar ichida 7 ta 8 litrdan tashkil etadi. Dalniga yuradigan bo'lsangiz taxminan 4,5 litrlar atrofida rasxod qiladi. Mashinamiz juda ham shustri, o'sha aytganingizni birga bir qilib beradi. Ya'ni tormozlari ham juda ham kuchli, motor korobkalari ham sifatli, o'sha nemetskiy texnologiya bo'yicha ishlab chiqariladi. Полностью o'sha kuzov otsinkovniy, chirimaydi, zanglamaydi va 30% zavodskiy shumkasi ham bor. Dizayniga bitta ahamiyat beringlar. Bu toychoni misol uchun qop-qorasini olib, tonirovkalarni qo'yib olib, haydab yursa mazza qilinadigan joy va mana eng asosiysi, ya'ni o'zbek oilasida bagaj katta ahamiyatga ega. Bagajini ko'rsanglar, o'sha 480 litr hajmga ega. Bu degani 4 ta chimadan bir boshli ro'zg'or bemalol sig'ib ketadi. Va o'sha orqasida o'sha o'zini zadniy kameralari, parktroniklari ham bor. Orqa faralari matrishni yonadi, ya'ni svetoforlarda kechasi turganingizda, tormoz bosganingizda ko'zni olmaydi. Va bulutli tuman havolarda ham juda ham ko'zga tashlanib turadi. Ranglarga keladigan bo'lsak, aynan bu mashinamizning oq-qora ranglari nalichida bor. Va full pozitsiyasini xohlasanglar, ayolingizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, qizil rangidan ham qilib beramiz. Bundan tashqari o'sha eng asosiysi baribir qora oqdan zo'ri yo'q. Oqqa tonirovkalar qilib qo'yib, black piano qilib olsangiz ham zo'r turadi. Qop-qoraga tonirovka urib, krugovoy beton qilib olsangiz ham chiroyli turadi. Xudo xolasa avtosalonimizga kelsanglar, juda ham qulay shartlar ketyapti. Aynan bu modelimizga hozirgi kunda 25 million foyda bilan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari o'zini pulini foizsiz muddatli to'lovlarga ham qilib beramiz. Hammanglarni tez drive'da kutib qolamiz. Cherry Sampi Ademaster sizlar bilan birga.